holati i kechki paytda spanni qilib oladigan holati i yarim spanni holati, o'tirib divan qilib oladigan holatlari bor. Bitta divan olsangiz, siz uni divanni 4 xil holatda ishlatib olasiz. Keling Ulug'bek, men stolda olib turib, mana shu holatlarni ko'rasizlar hozir. Spanni qilib beraman, yarim spanni o'tiradigan divan qilib beraman. Bitta ishda o'zida shu narsa jamlangan. Ishlashlari o'ta oddiy. Monsal ko'tarib oling. Spanni holatiga keltirib qo'ying. Mana aziz muxlislar, hozir ko'rganinglar oldida jurnal stol bor divanimiz spanni bo'lib qoldi. Endi bu narsani men sizlarga yarim spanni holatiga qo'yib beraman. Keling Ulug'bek, anolisini surib qo'ying. Bunisini surib qo'yamiz. Ko'rgan bitta divaninglar mana yarim spanni bo'ldimi? Yarim spanni bemalol o'tirib foydalanaveradi. Endi xo'p. Bo'ldi, buni misol kunduzida yig'ishtirib qo'yib, xotirjam misol o'tirib foydalanaman deganlarga o'tiradigan oddiy divan bo'lib qoldi.